Assalomu alaykum. Kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Kecha bizga katta zarba berishdi deb o'ylayotganlar, men o'ylaymanki, bizga zarba berolmadi hech kim. Nabarot o'zlari ochib berishdi. Hozir men bundan oldingi qo'ygan istoriyamni yaxshilab eshitdinglar-da. U daftar meni qo'limga kelmagan, u daftar politsiyada bo'lgan. Bu Avazbekning gapi. Bizga politsiya berdi bu daftarni. Opa nima qilaylik deb aytishdi. Lekin erta umuman boyagi 3-shaxs anovi Sirojiddin degan bola yo'q edi. Sokora deyapman, to'g'risi уже qaltirayapman. Nimadan? Xursandchiligimdan anaqa chiqqanidan, nima isbotlar chiqib kelayotganidan xursandman, bilasizlarmi? Allohim bor ekan, sizlarning duolaring bilan biz xudo xolasa haqiqatga ozgina qoldi. Mayli meni qizimmi nima deysiz, men hammasiga chidayman, hammasini ko'taraman bolam uchun. Bolam uchun men kuchli bo'laman. Lekin shuni yaxshilab eshitinglar. Bu yerdagi yozuvni biz ham bilmasdik. Hattoki men nima dedi deb qoldim. Menga shunday ko'rsatdi, shunday qaytardi-da. Agar tepada Xudo turibdi. Agar Xudodan qo'rqishsa Avazbek ham, Farida ham, ana shu cho'kkalab o'tirganidan o kuydirgi. Sherzod ham bor edi. Uchalasi men bor edim. Farida aytdi, hech kim bilmasin, opa, bu daftar oldingizga borguncha hech kim bilmasin dedi. Bu bola qayerdan bildi? Bu bola уже bilib bo'lgan ekan, ichida varag'i ham bor ekan, qizil yozilgan ekan. Varaqlar yo'q ichida, biz ko'rdik, biz sanadik, varaq kam, juda ham kam. Lekin politsiyada bo'lmagan bu narsa. Buni biz tagiga yetib bo'ldik. Xudo xolasa yaqin kunlarda biz Xudo xolasa yaxshi odamlar bilan, meni oldimda dalda bo'lib turgan insonlar bilan, Xudo xolasa yaxshi kunlarda, juda yaqin kunlarda biz haqiqatga erishamiz. O'sha bizga kecha so'kinib gapirgan, unday qilvoraman, bunday qilvoraman deganlarni hammasi Xudo xolasa qonuniy jazo oladi. Yomon, lekin bilasizlar, men buni hozir ko'rib, men o'zim shokka, hozir ko'rib qoldim bu narsani. Ko'rib shokka tushdim, to'g'risi. Yuraklarim qaltirab ketyapti, dori ichsam ham to'xtamayapti. Havo yetmayapti, xursandligimdan havo yetmayapti menga, to'g'risi, umuman havo yetmayapti. U qayerdan bildi Sirojiddin bu narsani? Bu narsani men sizlarga faqat uyimga uzr, lekin kechirasizlar-ku, men vobshe jinda bo'lib qolyapman. Uyimga mayit kelgandan keyin ko'rdim men u daftarni. U qayerdan bildi? Ochib men o'sha yerda ko'rdim. Men yozuvlarini ham o'sha yerda o'qidim yaxshilab. U yodlab olgan-ku. Kundalik pulini qo'yib berishlaring kerak, bizinimi qo'yib berishlaring kerak, oyligini berishlaring kerak. O'qirim. O'sha men o'shdan turmoydan oldim, bittasi chiqdi gapirdi. Hech kim bilib bermaydi. Oylik olmas ekan. Hech kim bizga qilib yuribdi o'sha. Hech kim bilib bermadi, o'ylamadinglarmi shuni? Javob bera olmadi. Bitta borda hijoma. Tabarruk. Keyinchi varaqda misol yozuv bor edi. Sherzod o'limga sababchi degan. O'sha narsa qizil yozilgandi. Shuni birinchi ko'rganimda qizil, lekin videoda qora yozuv chiqdi. Qora? Yo'q, men qizilni ko'rganman, buni milsalo qizilni. Bitta varaqda qizil yozuv edi u. Qora yo'q edi. Ha, o'sha daftarda turganmidi, varaqda o'zi. Varaqda o'zida turgandi o'sha. Nima dedi? Yozgani bor-ku. Boshidan chiqib gapirsa bo'lmasmidi? Oq qorada yozgan-ku. Nimada ruchkada. O'sha qizil edi, deyapti. O'sha men o'shdan turmoydan oldim, bittasi chiqdi gapirdi. Hech kim bilib bermaydi. Oylik olmas ekan. Hech kim bizga qilib yuribdi o'sha. Hech kim bilib bermadi, o'ylamadinglarmi Javob shuni? bera olmadi. Bitta borda hijoma. Tabarruk. Keyinchi varaqda misol yozuv bor edi. Sherzod o'limga sababchi degan. O'sha narsa qizil yozilgandi. Shuni birinchi ko'rganimda qizil, lekin videoda qora yozuv chiqdi. Qora? Yo'q, men qizilni ko'rganman, buni milsalo qizilni. Bitta varaqda Молодец, o'zlari tutib berdi. qora yo'q edi. Ha, o'sha daftarda turganmidi, varaqda o'zi. Varaqda o'zida turgandi o'sha. Boplaring Sirojiddin tutib berding, o'zing tutib berding og'zing bilan. Yozgani bor-ku. Boshidan chiqib gapirsa bo'lmasmidi? Oq qorada yozgan-ku.